realniy biznes. Mana shu yerda eng kamida $2000 aniq topishyapti ekan. Bu biznes orqali oyiga $2000-3000 topsangiz bo'ladi. Realniy mana upakovka qilib, hattoki mana zakaz asosida tayyorlab ham berishyapti ekan. Uni quyganingizdan keyin pechatlanadi, laklinkangiz yopishtiriladi. Bu joyda bo'lsa, tayyor bo'lgandan keyin pechga kiradi, pechdan chiqadi. Mana bu terishni boshlaysiz. Bu hammasi uje zakazga ketar ekan. 12 xil retseptni 100% o'rgatib berishar ekan. Bir tonna tugadi, endi hozir ikkinchi tonnasiga o'tishyapti ekan. Retseptlarda muammo yo'q. Endi bitta savol tug'ilishi mumkin. Baklashkasi, it ketkasini qayerdan olaman deganlarga, baklashkasi muammo emas mana. Baklashkasi ham bor, xullas ximikati ham bor, it ketkasi ham bor. Qancha baklashka desangiz, xohlaganingizcha bor. Biz Samarqand shahridamiz. Kimgadir zarur bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Agar to'liqroq videosini ko'rmoqchi bo'lsalaring, Gazini bor YouTube kanalida. Bizda yangi bo'lsangiz, podpiskani bosib qo'ying, ishlab chiqarish bizneslarni birinchilardan ko'rib borasiz. Realniy biznes. Mana shu yerda eng kamida $2000 aniq topishyapti ekan. Endi bitta o'zi hisoblab beradigan bo'lsam, bo'lishi mumkin emas deb negativlar yozadi. Negativlar shundan $2000 topsa bo'ladimi? Kommentariyada o'z fikrlaringni yozib ketinglar.